16 yil oldin qilingan xatoning badalini bugun Bunyodkor to'layapti. To'laganda ham qattiq to'layapti do'stlar, deb ko'pchilik shunaqa gap so'zni gapirib chiqyapti. Men qo'shilmagan bo'lardim bu fikrga. 16 yil oldin qilingan xato emas. 16 yil oldin aksincha o'zbek futboliga katta investitsiya kiritilgan. To'g'ri, u pullarning qayerdan kelganini men bilmayman. Ya'ni muxlis sifatida gapiryapman. Muxlisning qo'lida tasdiqlangan hujjat bo'lishi yoki qanaqadir dokument hujjatlar bo'lishi shart emas do'stlar. Muxlis o'ziga ko'rinib turgan narsani gapirib beradi. Ya'ni men ham muxlis sifatida gapiryapman. O'sha paytda Bunyodkorga katta sarmoya kirib kelgan, u orqali o'zbek futboliga kirib kelgan o'sha sarmoya do'stlar. Ya'ni u paytda Rivaldoni olib kelinishi, yana boshqa o'sha Denilson yana mashhur legionerlarni olib kelinishi xato bo'lmagan, aksincha to'g'ri bo'lgan. Balkim shu orqali o'sha paytda o'zbek futbolini, O'zbekistonda futbol borligini bilgandir Yevropada ko'pchilik davlatlar. Va mana shu mushni do'stlar, 5 ta barmoqdan iborat deb oladigan bo'lsak, u Rivaldo shu bitta barmoq bo'lgan. Ya'ni shu mushning bir qismi bo'lgan. Uni ajratib qo'yib bo'lmasdi o'sha paytda, chunki hammasi bir proyekt sifatida bo'lgan. Ya'ni o'sha Bunyodkor stadionining qurilishi, umumiy Bunyodkorning o'zi yangi nom bilan chiqib kelishi, akademiyalar, ya'ni o'sha olib kelingan murabbiy ham hammasi bir yakdil bir proyekt sifatida bo'lgan. Ya'ni Rivaldo bo'lmasa ham unga boshqa bir legioner bo'lishi mumkin edi demoqchiman. Va bu hammasi o'zbek futbolini yuksaltirish uchun qilingan ishlar meni fikrim bo'yicha. 16 yildan keyin hech kim Bunyodkor misol uchun badal to'lamayapti. Bunyodkor o'zini qilgan ayblari uchun meni hozir Bunyodkordagilar yomon ko'rib turgan bo'lishi mumkin. Agar ularga yetib bormaydi bu video bilaman, lekin meni yomon ko'rib turgan bo'lishlari mumkin, chunki ular o'zini qilgan xatosi uchun badal to'layapti. U 16 yil oldingi ish uchun emas. Tasavvur qiling do'stlar, korrupsiyani 10 yil oldin O'zbekistonda umuman futbolda korrupsiya qolmagan deb tasavvur qilsak, hozir o'ynab turgan futbolchilar ota-onasi akademiyaga o'zini farzandini o'ynagani, futbol o'ynagani yoki o'sha futbol mashg'ulotlarini olish uchun, bilimlarini olish uchun jo'natishga qurib yetgan oiladan chiqib kelgan. Jo'natgani qurib yetmagan oilalar bor va ularning farzandlari bor va ular ham futbol ko'rgan, futbol degan nomni eshitgan, ular ham o'sha eski futbolkasining orqasiga raqam yozib yurishgan, ular ham ko'chada, lekin akademiyaga borgani qurbi yetmagan ularning do'stlar. Va aynan o'sha bolalar haqiqiy azartga to'la, haqiqiy o'sha hech qachon taslim bo'lmaydigan, yorib chiqadigan futbolchilar o'shalar bo'lishgan. Bunyodkor akademiyasiga borib o'qiganlar esa, ular meni noto'g'ri tushunishmasin, lekin ota-onasi akademiyaga o'g'lini jo'natish uchun qurbi yetgan oilalarning farzandlari. Ya'ni biz ko'rib turgan talantlar Eldor ham, Jasur Jaloliddinov ham va Viktor Karpenko, xullas hamma Bunyodkordan chiqib kelganlar o'ziga to'q oilaning farzandlari bo'lgan. Ya'ni Bunyodkor quyidagi qatlamga tusha olmagan. Shu Bunyodkorning aybi. Nafaqat Bunyodkorning, hamma futbol akademiyalarining aybi o'sha eng quyi qatlamga tushish kerak ular. Bizning o'zimizning sharoitdan kelib chiqish kerak. To'g'ri, Messi ham Barselonaga, o'sha Kataloniyaga, La Masiyaga Messining otasi olib borgan. La Masiyaliklar, La Masiyada akademiyadagilar uni izlab borishmagan. Messining otasi olib kelgan. Lekin hozir bizni o'zimizning sharoitdan kelib chiqib ish qilish kerak-ku. Bizning sharoitda nima qilish kerak? Har bitta maktabga kerak bo'lsa Bunyodkorni o'sha filiallarini ochish kerak, kichik filiallarini. Mayli u yerga borib akademiyaga yetib kelguncha haqiqiy jaydari, talantli bolalar qoladi shunda. Endi bu rejimda hamma biladi, aytib o'tirishim ham shart emas, lekin shunaqa ishlash kerak edi demoqchiman. Shularning badalini to'lamayaptimikan? O'sha haqiqiy talantli futbolchilar, yuragida futbolchi bo'lish armoni bilan qolib ketgan bolalarni, qolib ketgan yigitlarni badalini to'lamayaptimikan? Rivaldoni badali deb adashmayapmizmikan biz? Ya'ni men Bunyodkorni o'zini aybdor qilmoqchi emasman. Bunyodkor eng ko'p talantlarni chiqarib kelgan eng zo'r akademiyalardan biri Bunyodkorda. Men yaxshi ko'rgan eng zo'r klublardan biri Bunyodkor. Men yoshligimdan 2008-yildan beri Bunyodkorning muxlisiman. Ya'ni muxlis sifatida qanaqa? O'zim Farg'onadanman, Neftchini muxlisiman albatta. Lekin Bunyodkorni boshqacha bir yoqtiraman. Shuning uchun ichimdan achinganim uchun gapiryapman bu gaplarni. Agarda Rivaldoning o'sha paytda kelishi xato bo'ladigan bo'lsa, bunaqa xatoni, agar xato bo'lsa shunda ham, bunaqa xatoni qaytib qilmaslik kerak. Tushungan shunda o'zingizni ehtiyot qiling.